Nima bo'ldi, janob Putin? Ozarbayjon televideniyesi Putinni keskin tanqid qildi. Eron Trampga bilvosita o'lim bilan tahdid qildi. Isroil armiyasi Livan janubini o'qqa tutdi. Isroil Eron hujumlari miqyosi haqida ma'lumotlarni yashiryaptimi? Vaziyat jiddiy. Rossiya Ozarbayjon elchisini chaqirtirdi. 800 dan ortiq kishini mashina olib berish bilan aldagan guruh qo'lga olindi. Azizlar, Sedanachi tabobat markazidan turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiyasidagi Prostamix mahsuloti erkaklarda uchrovchi prostata muammolarida peshobga ko'p qatnash, achishish, og'riq kabi holatlar kuzatilsa, sizga yordamchi bo'ladi. Jinsiy hayotni yanada yaxshilash, yoshlikdagi kabi hislarni qaytarish istagida bo'lganlar uchun Prostamix eng ishonchli mahsulot. Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislardan batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Nima bo'ldi, janob Putin? Ozarbayjon televideniyesi Putinni keskin tanqid qildi. Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi reydda Ozarbayjon fuqarolarining vafoti ortidan Asta va Rossiya prezidenti Vladimir Putinni va Moskvadagi ozarbayjonliklarga qarshi olib borilayotgan siyosatni keskin tanqid qildi. Bu haqda Asta va raisi Ravshan Mamadov hafta tahliliy informatsion dasturida fikr bildirdi. Nima bo'ldi, janob Putin? Ozarbayjonning mintaqada kuchli davlatga aylanishi, so'nggi 200 yilda ilk bor bir qarich yer bermay, balki o'z kuchi bilan yer qaytarib, suverenitet va hududiy yaxlitlik tiklashi, milliy manfaatlarini himoya qilishi, prezident Ilhom Aliyevning global sahnada yetakchi sifatida tan olinishi va eng yirik xalqaro minbarlardan e'tirof etilishi sizni shunchalik bezovta qilyaptimi? Biz tushunamiz, axir siz buyuk Rossiya o'z hududiga majburan qo'shib olgan xalqlar ustidan hukmronlik qilishga o'rgangansiz, deydi Mamadov. Shuningdek, u podsho Rossiya davrida ham, ittifoq zamonida ham oliy irq deb rus xalqi hisoblanganini, ozarbayjonliklar, o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar va boshqa xalqlar esa har doim ikkinchi darajali xalq sifatida ko'rilganini aytgan. Bir paytlar Stalin bosh ko'tarib erkinlik talab qilganini NKVD orqali yo'q qilgan bo'lsa, bugun Putin haqiqatni aytganlarni omon bilan jazolaydi. Ya'ni 1937-yil davom etmoqda, yanada qattiq, yanada dahshatli, deydi jurnalist. Bundan tashqari, u Kreml rasmiylari va ayniqsa Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu 1937-yil emas, 2025-yil ekanini anglayaptimi deya savol qo'ygan. Bir vaqtlar ittifoq tarkibida bo'lgan davlatlar allaqachon 30 yildirki mustaqil. U anglayaptimi, tarix hech qanday narsani unutmadi. Na Stalin davridagi repressiyalarni, bu davrda Ozarbayjon xalqining ziyolilari yo'q qilinganini, na 20-yanvar voqealarini, na Xo'jalik qatlimonini, na Ozarbayjon yerlarining bosib olinishi va 30 yil davomida bu yerlarni ishg'ol ostida bo'lishini, bu yerda yuzada Armaniston bo'lsa-da orqasida aynan Rossiya turgani ayon, deydi Mamadov. Eron Trampga bilvosita o'lim bilan tahdid qildi. Eron AQSh prezidenti Donald Trampga bilvosita o'lim bilan tahdid qildi. Bu haqda Eronning nufuzli diniy ulamosi Nosir Makarim Shiroziy 29-iyun kuni bergan bayonotida so'z ochdi. Shiroziyning eslatishicha, Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanayga tahdidlar o'lim bilan jazolanishi kerak. Bu bayonot esa Trampga qaratilgan edi. Shiroziyga ko'ra, islom hokimiyatiga qarshi urush ochganlar yoki diniy rahnamolarga tahdid qilganlar Allohga qarshi urush ochgan dushmanlar hisoblanadi. Bunday odamlarni jazoga tortish musulmonlarning burchi sanaladi. U Trampning ismini to'g'ridan to'g'ri tilga olmagan bo'lsa-da, bu bayonot aynan Trampning so'zlariga javob sifatida berilgan. Shu bilan birga Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Majid Taxtravanchi AQSh bilan Eronning yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarni qayta boshlashga tayyorligini bildirgan. Ammo bu faqat AQSh Eronni bombardimon qilish tahdidlaridan voz kechsa mumkin bo'lishini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tramp ma'muriyati ayrim vositachilar orqali Eron bilan muzokaralarga tayyorligini bildirgan. Lekin AQShning hujumlar borasidagi pozitsiyasi aniq emas. Ramonchi shuningdek Eron tinch maqsadlarda uran boyitish huquqiga ega ekanligini ta'kidlagan va Eron yashirincha yadroviy bomba tayyorlayotgani haqidagi ayblovlarni rad etgan. Isroil armiyasi Livan janubini o'qqa tutdi. Isroil armiyasi Livan janubidagi Nabatiya provinsiyasidagi Ayta Ashshab shahriga artilleriyadan zarba berdi deya xabar berdi Anadolu agentligi. Bu haqda Livan ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Halok bo'lganlar, jarohatlanganlar yoki vayronagarchiliklar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Isroil va Livan o'rtasida 2024-yil 27-noyabrda o't ochishni to'xtatish kelishuvi kuchga kirganiga qaramay, Isroil harbiylari Livan janubiga har kuni quruqlikdan va havodan hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Isroil tomoni sulhni 3000 ga yaqin buzgan. Natijada kamida 213 kishi halok bo'lgan va 508 kishi jarohat olgan. Isroil Bayrut bilan tinchlik kelishuvi doirasida Livan hududidan to'liq chiqib ketish majburiyatini olganiga qaramay, o'z qo'shinlarini Livan janubidagi 5 ta strategik nuqtada qoldirdi. Isroil Eron hujumlari miqyosi haqida ma'lumotlarni yashiryaptimi?
Eronning Defa-News portali xabariga ko'ra, Eronning Isroilga qarshi amalga oshirgan 12 kunlik urush natijasida 31 mingdan ortiq bino va taxminan 4 ming transport vositasi vayron qilingan. Urush 13-iyun kuni Isroil tomonidan Eronning yadroviy infratuzilmasiga qarshi amalga oshirilgan kuzatilmagan zarba bilan boshlangan. Ammo bu vayronalik haqida rasmiy ma'lumot na Tel Aviv va na uning ittifoqchilari tomonidan e'lon qilinmagan. Isroil harbiylarining ma'lumotiga ko'ra, Eron 12 kun ichida taxminan 550 ta ballistik raketa, 1000 dan ortiq dron uchirgan. Tel Avivda ta'kidlanishicha, ularning 90% Isroil va AQShning qo'shma havo mudofaa tizimi tomonidan yo'q qilingan. Shu bilan birga kamida 31 ta raketa muhim obyektlarga tekkan. Hayfadagi neftni qayta ishlash zavodi, janubdagi elektr stansiyasi va mamlakat markazidagi Weizmann universiteti. Bershevada bir dron turar joy binosiga urilgan, jabrlanganlar yo'q. Soroko shifoxonasi ham raketa zarbasiga uchragan. Isroil tomoni raketalar urilib tushirilgan joylarni aniq manzilini maxfiy saqlagan. Bu orqali Eronga havo mudofaa tizimlari joylashuvini fosh qilmaslikni maqsad qilgan. Mahalliy aholiga hujum oqibatlarini ijtimoiy tarmoqlarda joylash taqiqlangan. Tinch aholi orasida ham yo'qotishlar mavjud. Eron hujumlari natijasida Isroilda 28 kishi halok bo'lgan, 3000 dan ortiq kishi yaralangan va 9000 kishi o'z uylarini tark etgan. Isroil rasmiylari ma'lum qilishicha, ular Eronning raketa uchirish qurilmalarining 2-3 qismini yo'q qilgan. Eronning yadroviy dasturi esa bir necha yilga ortga surilgan. Shuningdek, Eronning 15 nafar yetakchi yadroviy olimlari ham yo'q qilingan. Vaziyat jiddiy. Rossiya Ozarbayjon elchisini chaqirtirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ozarbayjonning Moskvadagi favqulodda va muxtor elchisi Rahmon Mustafoyevni rasmiy ravishda chaqirtirdi. Bu haqda vazirlikning so'zlovchisi Mariya Zaxarova xabar berdi. Uning aytishicha, elchi Baku tomonidan ko'rsatilgan do'stona bo'lmagan harakatlar, xususan Rossiya jurnalistlarining noqonuniy qo'lga olinishi munosabati bilan chaqirilgan. Zaxarovaning ta'kidlashicha, bu jurnalistlarga nisbatan Ozarbayjon hukumati ilgari hech qanday e'tiroz bildirmagan. Ozarbayjon hukumati bu jurnalistlarga shu paytgacha hech qanday e'tiroz bildirmagan edi. Hozir esa ular hibsga olindi. Bu Rossiya uchun jiddiy tashvish tug'dirmoqda, deydi Zaxarova. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya hukumati ayni damda Baku shahrida hibsga olingan o'z jurnalistlar bilan 2 soatdan ortiq vaqt aloqaga chiqa olmayapti. Diplomatik missiyaning konsullik bo'limi xodimlari ham hibsdagi jurnalistlar bilan uchrashuvga qo'yilmagan. Biz bu holatdan jiddiy xavotirdamiz. Hech qanday izoh berilmayapti. Ammo javob yo'q, degan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili. Rossiya elchixonasi Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va davlat xavfsizlik xizmatlarini rasmiy xabardor qilgan. Ammo javob yo'q, degan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili. Qayd etish joiz, vaziyat shunday bir pallaga yetdiki, Rossiya Baku shahridagi vaqtincha ish yurituvchisi Pyotr Volokov ham Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgan. Bu chora Ozarbayjon fuqarolarining Yekaterinburgda qo'lga olinishi va 2 shaxsning o'limi bilan bog'liq holat ortidan sodir bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bu qo'lga olishlar ilgari sodir etilgan og'ir jinoyatlar yuzasidan tergov doirasida olib borilganini tushuntirgan. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa huquq-tartibot organlarining bunday harakatlari diplomatik norozilik bildirish uchun asos bo'la olmasligini ta'kidlagan. 800 dan ortiq kishini mashina olib berish bilan aldagan guruh qo'lga olindi. Respublikaning turli hududlarida faoliyat yuritgan va past foizda avtomashina yetkazib berishni va'da qilib, fuqarolardan kelib tushgan mablag'larni o'zlashtirib yuborgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bir guruh fuqarolar past foizda avtomashina sotib olish niyatidagi fuqarolarga istalgan turdagi avtomashina yetkazish to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot olib borgan. Shuningdek, ushbu fuqarolar Toshkent shahri va respublikaning turli nuqtalarida Andijon, Namangan, Farg'ona, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari hamda Nukus shahrida Umid Avto Kompleks, Umid Savdo Faiz Invest, Umid Avto Leasing, Orinet Avto Toshkent, Orinet Finance Leasing kabi MCJlarni tashkil etib, mijozlar bilan dastlabki avans shartnomalarini tuzgan holda 120 kun mobaynida avtomashina yetkazilishini va'da qilib, shartnoma shartlarini bajarmasdan fuqarolardan kelib tushgan mablag'larni o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A va B bandlari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 843 nafar fuqarolar jabrlanuvchi deb topilgan. Umumiy 50,1 milliard so'm zarar aniqlangan. Jamiyatlarga tegishli 339 dona transport vositalari xatlangan. Ishga aloqador 9 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.